Assalomu alaykum. Saxovat karvoni obunachilari. Sog' omonmisizlar? Bichlar oydinmi hammangizga? Xudo xolasa hurmatli obunachilar, omon bo'ykam keldilar, hurmatli obunachilar. Xudo endi sizlarga bugun xudo xolasa toza yangiliklari bo'ladi. Chunki hurmatli obunachilar, ichandagi lesalar chiqdi, sizlarga bir joyimiz ichan taraflarni bir qator yurgizamiz. Omon bo'ykam, assalomu alaykum. Amonsa keldingizmi aka? Sog' omonmisiz? Assalomu alaykum obunachilar. Kanalimiz adı neydi? Saxovat karvoni. Saxovat karvoni yoddan chiqar. Saxovat karvoni O'ktamboyning obunachilari hammangizga tinchlik, sog'likda ko'rishguncha deb qolamiz. Hammangizga omad, g'ur turibman. Mana kunda vaqtim bo'lgan sayin 1 soat, yarim soat bir ko'ramiz, qo'limizdan kelgancha ihson qilamiz. Hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Yine O'ktamboyning ishini ko'rib, oz quvondik. Göz görse kuanadan bo'ldi. Ajoyib bo'ldi. O'ktamboy, Alloh seni qo'llab quvvatlasin. Ondan keyingi ishlaringdan hamisha Alloh sana madadkor bo'lsin uka. Hozir xonalari ko'rib quvonib turibmiz, hurmatli obunachilari. Qarang. Yine bu chega 4 ta 5 miydi bu? Nava. 4 ta 5lik bir mehmonxonamiz yine. Qara bu yerdan O'ktamboy, bu yerdan ne tushuntirib beramiz. Nava. Hurmatli obunachilar, yana mehmon keldi. Xudo xolasa eshikdan kirib keldi. Birinchi mehmonlar uchun 4 ta 5lik bir dona chiroyli mehmonxonamiz. Yine oila boshlari uchun bir xona bir bu 3'e 4 miydi? 3,5 4 mi ya bular? Bilaman? Yo'q, bulam 4 ta 5 bo'yicha. Bom 4 ta 5 mi? Bom 4 ta 5lik yana bir xonamiz. Ibidina Xudo xolasa. Bulam shu ben. Bom 4 ta 5lik bu Xudo xolasa beri gelin chadoni. Ibidina endi bu 2 metrdan ko'proq o'xshaydimi? Bu imchakkisi 2dan ziyodroq, imchakkisi 220 ga shunda 4 metr. 4 metr. Bu yerda Xudo xolasa unitaz ham qo'yiladi, tualetda unitaz ham qo'yiladi. Keyin to'rinda bani bo'ladi, kir mashin hammasini planlashtirib, Xudo xolasa hammasini planlashtirib o'tamiz. O'ktamboydan Alloh rozi bo'lsin. O'ktamboy qilayotgan ishlaring Xudoyim Alloh taolo madadkor bo'lib qo'llab-quvvatlag'ay. Berindaylar qaranglar. 3'e 4lik ajoyibgina oshxonasini Xudo xolasa. Oshxona mebellari ham hammasini planlashtirib qo'yibmiz. Kim oshxona mebellarini olib berama, qo'ldan kelganicha qo'llab-quvvatlaymiz Xudo xolasa. Hozir bu qurilishimizning borishi zo'r. Shuning uchun qo'llab-quvvatlab turinglar. Hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Qo'ldan kelganicha biz ham har kun O'ktamboydan qanday kamchilik, telefonda qo'ldan keladigancha qo'ldan kelganicha telefonda yordam berib turibmiz. O'zimiz kelganda xabarini olib, hozir kelsa ko'z quvonadan bir ajoyib imorat bo'ldi o'rtoqlar. Shuning uchun like'larni bosib, obuna bo'lib, tarqatib qo'ysak ham bor-ku. Shuni O'ktamboy Alloh taolo bizlar ham shuni savobini yetiradi. O'ktamboy hisobida bizlar ham savobini beradi. Chunki bir 10 odam, 20 odam tarqatsa. O'rtoqlar, yana bir iltimos, faqat shu like bosib kommentariy yozinglar, ko'proq cho'zilsin. Shu O'ktamboyning bir ihson qilaman, xalqqa xizmat qilaman degan insonlarning kanali kengayib, bundan keyin ham chiroyli bir rahmat aka. Muhtoj oilalarga yordam qilib bergaysa, avvalambor muhtoj oila bo'lmag'ay, hamma boy bo'lg'ay. Qolaversa, agar mabodo bir muhtoj oila bo'ladigan bo'lsa, yana O'ktamboy Xudo xolasa neda bir shuningdek bir oilalar chiqsa dedi, qo'ldan kelganicha bir xizmat qilamiz. Angriqi dunyomiz uchun boshqa nav qiladi deb turibdi. Albatta shu xalqimizga sababchi bo'lgan. İşleringga omad, göz ko'rsa quvonadan bo'ldi O'ktamboy. Rahmat aka. Sizdan ham Alloh rozi bo'lsin aka. Boy uyini kam qilamiz buni Xudo xolasa. Bir boy bo'ladigan bo'lsa, shuning uyini ichlaridan chiroylatib, remontlaridan, taxtalaridan, shiferlaridan yine ajoyib bo'ladi Xudo xolasa. Albatta. Hurmatli obunachilar, yine Oygul opamiz ham nolasini Alloh taolo eshitgan ekan. Shu darajada joylar endi chiroyli bo'lib, chiroy ochib kelayotir hurmatli obunachilar. Ko'z ko'rsa quvonadigan. Befarq bo'lmanglar, qo'ldan kelgancha shu deyna. Amon bo'ykam qo'ldan kelgancha shu yordam etib, gece gündüz şöyle bizlerden xabar alıp turibdi. Aman bo'ykam, Allah razı olsun. Xudo xolasa, bundan keyin ham O'ktamboy, Xudo xolasa hech qachon sening ishingni tashlab qo'ymaymiz. Allah razı olsun aka. Bunda yana ihson qilamandan Toshkentlik bratlarimiz bor. Hunarali endi beda shifr qilishimizda pol panel, shu ichining suvog'ida, tashqarisining ichining remonti boshqasida Xudo xolasa. Shuni akşam geçtim. Shular qo'llab-quvvatlaymiz deganlari, bizlar shular zapas qo'yib turibmiz. Shular Xudo xolasa bizlar siz Amonboy dedi. O'ktamboy mezaz yanınızdamiz Xudo xolasa. Shular akşam geçti efirdekiler ham aytdim ben. İnşallah iş ustaların hakkından tutulsak efirde.
İşdeki material hakkında kutulsak inşallah bunlara kömekçi kök bolacak olup duruptu hurmatly obunaçylar. Bir etibar bolmaly. Tez arada joy bitip, Xudo kalsa finala yakın kaldık da. Aman aka. Ortaklar yana bir narsa. Xudo kalasa işler çıraylı etip İnşallah. tekslep durup bir narsalar alıp çıraylı bir toy kılamız, joy toy kılamız. Joy Elbette. toydan hopsları zorlarına gelip Xudo kalsa inşallah. oynayman diye aman boy bilen, Viktan boy bilen oynayman diye yigitler gele vereseler Xudo Değil mi kalasa. ana? Şurada ustalar hem yine içimizde İsrail İsrail. kılamız Xudo kalasa bir. Ama İsrail Bek'e oynatamız yine. Yürüttü yine. İsrail Bek Xudo kalsa şiramayt benemen, oynamayat benemen de dörttü. Kim? Olmasın işleyleri. İmam Haddin kim bu? Kıyametine kem şifre başlar. Esselamu aleyküm. Hormasınlar. Sağaman mısıca. Hürmetli abunaçılar yine hemme gevcim. Köçe usta dolu. Bizekiler hem işle battı yine. İmam Haddin hem işle battı yine. Allah razı olsun bunlar. Şimdi hocalara, hoca bola yine pensiya çıkacağından vakti geldi. Pensiyanın pulunu esirtir verin. Xudo kalasa. İyi. Birsem karat durum mu? Xudo Anlar için pensiya Allah çıksam razı oldu. olsun. Ben kadar hoca mamala, ben kursat bana. Hoca mamala her gün sana kömekleşip şu ihsan kılganlara dua kılıp durttular. Özleri ihsan kılıp durttular. Ahman karam şuların duası bilen bolup durdu. Ana rahmet. Aslında. Dua bilen ir çekilir diyen ana joy var. rahmet. Şunun Şular bilen borna yoş ve şükürsüler. cep kılıp durttu. Aşılar borna şükürsüler. Bektan bu işlerin Allah razı Ahmet, olsun, Allah rahmet. Teala yegem Allah hem işe rahmet. seni kollap kuvvetlasın. Allah razı olsun hacı. Şimdi şunun bir halka hizmet kılıçtan çarçamagaysan. İlahi aytkanız ya. Hürmetli abunaçılar yine görgelerinizde Xudo kalasa iş evcinde final tez indi benimle Xudo kalasa. Hürmetli abunaçılar şunun için bir fark olmadı. Ama Yaksanları kılıp, pensiyede yaksan kılıp, Ava. başka kılıp. Tez Xudo kalasa bir anı. Görgelerinizde indi bir an tarafı. Günden yine rıvaç tap bana verdi hürmetli abunaçılar. Bir fark olmayık. Koldan gençe yaxşı ihsan sever, yakınlarımıza taşak koyalım hürmetli abunaçılar. İş anır işlerin ustaları hakkı çıksa hürmetli abunaçılar iş eldimizdeki duran pina bolukımız hakkını çıkarıp alırsak inşallah bir an tarafı dım finala bir kadam kalamızdan Xudo kalasa. Çünkü bir de kalan şifirlerine, porlarına köp insanlar kömek etmemiz yaptı. İnsanlar köp hürmetli abunaçılar. Koldan gençe çünkü sizler gündeki beni efirde küçüze de inşallah. Videolarda küçüze de inşallah bir fark olmayın. Şu like'ları köprak basıp padilis yatıp kanalımızdaki videolarımızı koyarlarımızı bütün yaxşı insanlara tarqatıp sepimizi selbette geneltirsek inşallah minçeki joylar hele bu inşallah birinci Xudoga min qatna şükür. Bu birinci proyektim mənim hörmətli abunaçılar. Dım konalli derecede dım chiroyli sifətli çıxatır. İnşallah bundan keyingilərdən işe tipsilə bilan oturup inşallah joy toyları qılıb üyələrinə, kumaşlarına şerik bolup savablı işlərdən Allah Teala egen bizleri berçemizi bir bakara koymasın. İnşallah şunçaki yolda yürüyüşte hiç kamız çarçamagayımız. Şu kılıp duran ihsanlarımız Allah'ım der yakında kabul bulup ilahi ne ki arzu niyette ihsan kılırgan ekensile Allah'ım bütün arzularınızı eriştirip halk hatalarından koymağa berçenizi. Allah razı olsun berçenizden. Sağ aman bolgaysılar, hürmetli abunaçılar. Xudo kalasa bir gün akşam efirdeki neleri sizler yine bir bana tabi video alıp taşa veremem. Allah razı olsun berçenizden. Like basıp tarkası çıkmasın. Sağ aman bolgaysılar.